Uy tozalayotganda qanday sunnat amallar va duolar qilsa bo'ladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Uy tozalash faqat jismoniy emas, balki ruhiy poklikdir. Har bir ishimizda Alloh roziligi bo'lsin. Birinchisi bismillah bilan boshlash. Har bir ishni bismillah bilan boshlasak, bu ishimizga baraka kiradi va shayton uyimizdan uzoqlashadi. Ikkinchisi niyat qilish. Oddiy tozalashni ibodatga aylantirish mumkinmi? Albatta, niyatimizni to'g'ri qilish. Bu ishni Alloh roziligi uchun, oilamni pok saqlash uchun qilmoqdaman. Shunda har bir supurganimiz, har bir artganimiz uchun savob yoziladi inshaalloh. Uchinchisi zikr bilan tozalash. Uy ishlarida til bo'sh qolmasin. Zikr bilan mashg'ul bo'laylik. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Bu zikrlar qalbni xotirjam qiladi, uyga nur olib keladi. To'rtinchisi shaytondan panoh tilash. Ayrim joylar, ayniqsa qorong'u burchaklar salbiy energiyaga to'la bo'lishi mumkin. Allohning mukammal so'zlari bilan u yaratgan narsalarni yomonligidan panoh tilayman. Beshinchisi uyni xushbo'ylashtirish va shamollatish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyni xushbo'y tutishni yoqtirganlar. Derazalarni ochib shamollatish salomatlik uchun ham foydali. Bu ham sunnatga mos amaldir. Tozalik albatta iymondandir.